Bence bu yerden kirib, xotinlar yolg'on aytib qo'ydim degina. Aslida o'qish mukofot bo'lgan 4000 qo'y, mana fez ko'lam deb qo'ydim. Ukan, biz uy ayirib chiqib kerakmiz. Nima ish qanqa? Bular bek bo'zaq qildi, bizni bek bo'zaq qilib oldi, qara. Gulsara yengan o'sha bechorani bek bo'zaq qilib oldi. Elimi chidab turib shu yerda. Mayli aka, bo'lmasa uy ayirib chiqib ketinglar. Bence bu xalqning qandaligini obdan bilaman. Ukan, biz uy ayirib chiqib ketsak, biz bilan ketamiz. Men ketmay aka. Men ketsam, işte davom etib tutgan bu uyni musara xotinlar tashlab beramdi. Men bo'lsam qalay? Uning ustiga ta'til do'stlar men maktab qaytaman emasmi? Asli u sen maktab bitagandan keyin ondan uy ayirib chiqamiz deb o'ylagan. Lekin yengam bu zulmga faqat chidab bo'ladi. Menda asirmanglar aka. Araz. Sizlar uy ayirib chiqib ketamiz deysizlar, yana pul bormi? Birisidan 5000 qo'yib turgan. Telefondan qarag'ina, masalan 10 ming pul aytdim. Endi Safka, voy, Fukan buncha pulni nereden topdi? Bence bu yerden kirib, xotinlar yolg'on aytib qo'ydim degina. Aslida o'qish mukofot bo'lgan 4000 qo'y, mana fez ko'lam deb qo'ydim. Uning ustiga 2 yillik degina. Maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda yana qo'shimcha ishlarni qildim. Shunlashqa ishlatgan. Tirishchan jinim Fukan, rahmat sana. İşletgandek qildim. Bo'ldi, rahmat. Bu pulni o'zing ishlatgan. Hey, sen xalqning pulini ishlatishga rozi, mening pulimni ishlatmaysan? Sen bag'o aka, mening hozir bu dunyoda bir qarindishim. Sen shun bag'o aka, jon desang jinimni, qon desang qinimni berma aka. Uning ustiga ayni vaqtda dadam saran xotinning kayniga kirib, meni o'qitmayman degan vaqtda sen o'tirib tushib, enim bo'lsin o'qisin deb to'sib olganda. Sen bo'lmagan bo'lsang, men o'qiy olmaydim aka. Asli mening o'qish arzuyim batdi. Mushular o'qitmadi. Bo'pti, sen bo'lsam o'qi. Shunlashqa aka, pul ko'z oldimni ola. O'zmay yut qolma. Olamda. Ola. Yengam xush o'qitirgan bo'ldi-da. Oldim buni. Filmimizni Elgozluq nalları alayda qo'llagan. Yerimizning har qaysi yerlarida vakolatchi qabul qiladi. Aloqalashish telefon nomeri 189 63 89 31 89. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor. Xotin, arzuying oxir amalga oshgan bo'ldi. Biz shu bosaramishkimiz uyini ayrim tutaylik degan. Nima? Xotin, arzuying oxir amalga oshgan bo'ldi. Nima bo'ldi? Qara. Apa? Sizga salom bir masala batdi. Xo'sh, anlay. Biz shu bosaramishkimiz uyini ayrim tutaylik degan. Nima?
Öğün ayrım tutaylı mı ki diyen? Ne boptu ki? Kimden sonra? Shu bizmi uy tutqali xeyli uzun bo'ldi. Shu uyni ayrim qilaylik deb o'ylashman. Hey, yema xotiningni qo'sqib medirlamasa, ya bir boqadigan balang olmasa, biz bilan birga tursanglar ne bo'pti? Shu emasmi? Yengemni pek mayda ish qilib ketdi deb qolmansa-ku. Yo'q, unday emas. Endi bizning uy ayirib chiqib, birashning peshin tutgan vaqtimizga kelib qoldik. Bo'ldi. Sizga gap qilishni kim qo'ydi? Hamini qilganchi siz. Ma Almuratni qo'liqini burab, akkalısini yo'q gap oldingiz siz. Voy, yo'qda apa. Menga bir narsa o'rgatmadi, bu butunlay o'zimning xiyoli. Uyning bu ishlar bo'lsa men bo'lgandan keyin xotirjamchilik deyman sizlar. Ishtim yo'q. Ish qis yo'q. Baribir bu yengemning bir urug' tuqqim yo'q. Ertagan qo'sqidiq qilib, qo'sib qo'ygansiz. Yani shu biz baqsaq bular. Bu filmimizni elgi uzuqlanlari alayda qo'lladik. Sinjanning har qaysi joylaridan vakalatchi qabul qilamiz. Aloqalash nomeri 189 63 89 31 89. Bu filmning davomini biz Uz ovoz salondan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor. Unodan mushu turaveringlar. Shunamga yenge. Shu emasmi? Ma Almanning oldida Abdulqaga apsini tashlab qo'yib ketibdi degan atoq qilsak, mayli desanglar, o'zinglar xalqini qilinglar. Shu emasmi? Hey, men sizlarning o'gay opanglar bo'lgan bilan sizlar biror qatim bir o'gaylik qilib baqdimmi? Sizlar bir kichik mening oldimda turgan. Dadanglar uylab ketishdan burun sen nimdab topilgan. Ma opanglarga yaxshi qaranglar deganmi, demaganmi? Lekin apa siz uni qilgan. Bo'ldi. Ma Almanning oldida Abdulqaga apsini tashlab qo'yib ketibdi degan atoq qilsak, mayli desanglar, o'zinglar xalqini qilinglar. Xo'p bo'ldimi? Mana xo'p bo'ldimi? Opa nim bo'ldi? Ikkilamay o'tirib deyishaylik qanday gap bo'lsa. O'tir. Diya nim bo'ldi? Oyma tuzgorlan deyme. Beqib aram işinchilik qilib, endi bir ishqa asqatqidak bo'lganda biz uy ayirib chiqib ketaylik deyishib ketadigan. Cho'qinash Gulsaraning ishi. Almuratning qo'liqini burab, kallasini yib bo'ldi bu. Rap. Shu emasmi? Hammani qilgancha Gulsara degan tug'mas rap. Ay opa, bular uy ayirib chiqib qolsa, men uyning ishlarini ham ishimizga qilib qolammi ya? Ammo o bular vaqtida uyning ishini shu qildi, bisimni qilib tuvandi, yo'q deyarlikda ham qanam qilamiz. Shundigina bir amalni qilib bular ap qalsa xuldi. Qarmam sapama Dilmurod deganmi? Zodosh degan mushundoqsiq degan yon bis so'zlab ketib qolgandi. Go'shlar yo'q bir tuqqan, piyozdan ko'yganda, rost kepkajimi bu? Hargiz ketmaydi bularni biz amal qilib. Shundigina bularni bir amal qilib ap qaldiqashliq qilsa xuldi. Xotin, bo'lmasa Dilmurod maktabini bitirib olgandan keyin chiqib ketgan. Apamning qo'yini obdan bilsa, agarda biz bu uydan chiqib qolsak, Almalning oldida beqib cho'nqib qo'ysam, mendek tul qolgan bir xotin kishini tashlab ketib qoldi deb yuzimizni yerlaysan qilib Davomini biz Uz ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor. Voy, Almurat siz menga va'da bergandingiz-ku. Bu meldiklarni biz davamamda biz melda yiroq tursak bo'ladi-ku. Voy, Almurat siz menga va'da bergandingiz-ku. O Dilmurodning o'qish bitirishiga 2 yil bor. 2 yilgacha bu yerda mening umlikim chiqa. Bu meldiklarni biz davamamda biz melda yiroq tursak bo'ladi-ku. Bular so'z qildi deb bir yoshayveramdi. Shu emasmi aka? Sizlar bir qarab kelib bo'lgandan keyin yengamni deb chiqdinglar bo'ldi vaqt bilan. Bek bo'lmasa ben başayga ketam tonlar ya. Aşağıda onun üstüge yengemle onun havaylık müdür olgandan keyin nani bek peyz yoqdi emasmi? Şoňa chiqib aşağıda navayxan assanlar texim yaxshi
Filmimizni Elgi Ozuq nallari alayda qo'lladi. Şinjanның har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Telefon nomeri 189 6089 3189. Ben bir amal qilib oldilar opamdan unutay. Oldilar biz ma uydan chiqishni qilaylik. Fukam, nima yeymiz bak? Men kirib, tamoq etib o'tib qo'yishqanda. Ashti, yegan va tomoq nega nafkam? Menimcha hozir bosh narsama bak yegim yo'q. Ammo sijaqqan nonni bak yegim keldi qaramatcha. Ashlam qilib beramsiz? Ma'qul. Men oqshom yedim-u, qimri g'urib o'tganman. Men chiqib o'tinur o't yiqib, maya qayonda bo'lsa. Bo'ldi. Ma'qul. Sen boshqa shotiram. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor. Gülsaren ayıqıpsızda, nani fırğın fıraq geldi. Ayaqışqa ben ustajımı siz.